O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-sentyabrdagi O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirini o'tkazish to'g'risidagi PF 173-sonli farmoni. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 7-oktyabrdagi 629-sonli hamda viloyat hokimining 2025-yil 27-sentyabrdagi qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida olis hududlarda joriy yilning 27-oktyabr kunidan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish o'tkazilishi belgilangan. Shunga ko'ra, Dehqonobod, Qamashi, Kitob, Sharsabz hamda Yakkabog' tumanlaridagi 12 ta mahallada bir oy davomida mahalla yettilligi tizimida ishlovchi xodimlar tomonidan aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbiri tashkil etildi. Ro'yxatga olish orqali aholining yoshi, oilaviy holati, ta'lim darajasi, migratsiya jarayonlari, ish bilan bandligi hamda daromadlar manbalari haqida yagona ma'lumotlar bazasi shakllanadi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligida yerdan foydalanish, chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari aniqlanadi.